Yumshoqlik, muloyimlik qaysi ishda bo'lsa, shu yumshoqlik shu ishni go'zal qiladi. Va qaysi bir ishda, qaysi bir narsada yumshoqlik, muloyimlik yo'q bo'lsa, shu muloyimlik yo'qligi bu ishni xunuk qiladi. Hozir aytyapmiz buyruq. Bitta buyruq, ikkinchisi ham buyruq. Bittasida yumshoqlik yo'q, ikkinchisida yumshoqlik bor. Shuning uchun birodarlar, nima ish qilsak ham muloyim, yumshoq bo'lishga harakat qila olaylik. Bu zaiflikning belgisi emas. Taassub odamlarning tushunchasida andishani oti qo'rqoq bo'lib qolgan. Rioya qilsangiz, ko'niga og'ir botmasin desiz, muloyimlik, yumshoqlik qilsangiz nima deb o'ylaydi buni? Zaiflik, qo'rqoqlik, ojizlik deb o'ylaydi. Mana tushunchalarimiz ayniganini qarang. Endi qattiq gapirsa, qo'pol gapirsa, ilmlikka o'xshab ko'rinadi. Ha? Birodarlar, ud'u ila sabili robbiki bil hikmati wal mau'izatil hasana. Robbini diniga hikmat bilan va chiroyli